Assalomu alaykum hammaga. Bugun inshaalloh mana shu eski stulni yangi stul qilib yasaymiz. Bu eski temir stul. Uyda omborxonada yotgan edi. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi. Uyingizda agar eski doska bo'lsa, mana shunaqa DSP. Bu meni spalnimdan qolgan material. Spalnimni buzib tashlagandim. O'shandan qolgan material bu. Mana shunday machalka. Bu haligi o'rindig'iga qo'yish uchun va koja. Bu albatta koja emas, bu koja zaменитель, kojzam. O'sha eski spalnimdan bosh tarafidan uzib oldim. Mana bu stolni kecha yasadim. O'g'lim dars qilishi uchun. Bu ham shu eski spalnini qolgan materiali. Buni kecha yasab qo'ydim. Buni hali tugalmagan ishlari bor. Ustini boshqa material qilishim kerak. Ustiga samokleyuющий nakleykalar bor. O'shandan kley qilib, chetlarini chiroyli qilib, dumaloqroq qilib qo'yib va chetlariga o'zini shu yopishtiradigan nakleykalari bor. O'shalarga yopishtirib, chiroyli qilib, inshaalloh bitganidan keyin yana bitta video qilib ko'rsataman. Va boshladik. Oldin ruletka bilan o'lchab olamiz. Xo'sh. Orasi 40,5 ekan. 40,5 ekan. Va biz bunga yarim santimetr zazorda qoldiramiz. Albatta 40 olamiz. Yana 40. Xo'sh, uzunligini 33 santimetr qilsak bo'lar ekan. 33 santimetr qilamiz. Bizga 40 tayyor.